Sanoat namunasi haqida umumiy ma'lumot va uni ro'yxatdan o'tkazish talablari. Sanoat namunasi nima degani? Bir-biridan farq qiladigan shakllar, ranglar, teksturalar, dizaynlar, ya'ni mahsulotning tashqi ko'rinishi sanoat namunasi sifatida patentlanishi mumkin. Qanday mahsulotlar sanoat namunasi bo'lishi mumkin? Agar mahsulot dizayni yangi va original, o'ziga xos bo'lsa, u sanoat namunasi sifatida muhofaza qilinadi. Qadoqlash mahsulotlari va idishlardan, mebel va uy ro'zg'or buyumlarigacha, yoritish moslamalaridan zargarlik buyumlarigacha, elektron jihozlardan to'qimachilik mahsulotlari dizayni sanoat namunasi bo'lishi mumkin. Salkam 75 yildan buyon dizayn o'zgarmagan sanoat namunasini bilasizmi? Big Crystal sharikli ruchkasi 1950-yilda ishlab chiqarilgan. Ruchka dizayni yordamida qulaylik, arzon narx va barqarorlikni o'ziga mujassam etgan. Ishonchliligi va tejamkorligi bilan tanilgan Salkam 75 yil ichida dunyo bo'ylab 100 milliard donadan ziyod sotilgan. Big Crystal ruchkasi sanoat namunasining yorqin timsoliga aylandi. Sanoat namunasini ro'yxatdan o'tkazish uchun nima qilish kerak? Buning uchun Adliya vazirligiga murojaat qilishingiz yoki sanoat muhofazasi portali talabnoma topshirishingiz mumkin. Talabnoma o'rtacha 7-8 oy ichida ko'rib chiqiladi. Ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat bojlari miqdori bugungi kunda 2,176,000 so'mdan boshlanadi. Chet elda muhofaza qilishda esa boj miqdori talabnoma topshiriladigan davlat tomonidan belgilanadi. Sanoat namunasi qancha muddat muhofaza qilinadi? Sanoat namunasi 10 yil davomida muhofaza qilinadi. Yana 5 yilga uzaytirish imkoniyati mavjud.